Bugun 14-avgust. Opajonim Tozagul Fayzumurod qizi Bolqiyevaning xotirasi kuni. Shul sabab uni yana bir karra yod etib, aziz ruhlarini shod etib eslamoqni o'zimning insoniy burchim deb bildim va muqaddas xotirasiga 61 yoshiga bag'ishladim. Iltijo qatra. Opajon, munis jigargo'sham, mana bahor qulf urib, qirlar uzra maysalar yashnagan so'lim lahzalarda yana seni yo'qladim. Bahoriy chechaklardan guldasta tuzib, qabring poyiga keldim. Sen hamon 19 yoshdasan, hamon pokizasan dilbandim. Isming jismingga monand edi, toza gul eding, toza bir gul kabi. Toza bir gul kabi, yorqin bir shu'la kabi yalt etib porlading-ku so'nding. Qalblarimizda hamon pokiza, iffatli, munis va mushfiq toza gulimiz bo'lib qolding. Bolalik yillarimni, sho'xliklarimni eslayman. Senga yetkazgan ozorlarimni o'kinch bilan xotirlayman. Sen o'shanda ham qarg'amasding, achchiqlanmasding. Faqat goh-gohida dilgir bo'lib, ko'z yoshi to'karding. Qani o'sha ko'z yoshlaring, marvarid ko'z yoshlaring, buloq suvdek toza, tiniq ko'z yoshlaring. Men sening mehribon ko'zlaringda sevinch yoshlarini, baxt va iqbol yoshlarini ko'raman deb orzu qilgan edim. Lekin orzuyim ko'nglimda armon bo'lib qoldi. Ota-onamizning qaddini bukib, hayotdan bevaqt o'tib ketding. Har bahorda qaldirg'ochlar charx urgan kezlarda, turnalar olis o'lkalardan chax-chaxlab qaytib kelishayotganda seni kutaman. Go'yo sen qushlar bilan uchib ketgansan-u, bahor kunlarining birida bahoriy quvonchlar bilan og'ishda bo'lib qaytib keladigandek. Ukajon, mana men keldim deydigandek. Ne ilojkim, tiriklik va o'lim abadiy barqaror hayot qonuni ekan. Lekin umrining 10 gulidan bir guli ochilmay, toleyining moviy chechaklarini termay o'tib ketganlar armoni, sening armoning qalblarimizni o'rtaydi. Men baribir o'zimga, ukalarimga, singillarimga shunday tasalli beraman. Opamiz tirik. Uning shodon kulgulari, munis nigohlari bizning siymomizda yashamoqda. Toza gulimiz bizga hayot gullarini mudom, musaffo va pokiza saqlash uchun o'chmas bir mayoqdek porlab turadi. Va men do'stlarimga va o'zimga qarab iltijo qilaman. Umrimizning toza gullarini, musaffo chechaklarini asrab avaylaylik. Ularga gard qo'ndirmaylik. Hayotdan bevaqt ketgan opajonlarimiz, akalarimiz, otalarimiz, bobolarimiz xotirasi bizni hamisha ezgulikka, yaxshilikka chorlasin. Ezgulik uchun yashaylik. Zero bu marhumlar xotirasiga sadoqatimizni ham ifodalaydi. Oxiratingiz manguga obod bo'lsin. Nurli xotirangiz abadiy qalblarimizda, opajon. E'tiborlaringiz uchun rahmat. 2026-yil 14-avgust. Ashurboy Bolqiyev.